Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari zamonaviy O'zbekiston va butun musulmon olamidagi eng buyuk allomalardan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan ulug' siymodir. U zot 1952-yil 15-aprel kuni Andijon viloyatining Asaka tumanida tavallud topganlar. Yoshligidan ilmga chanqoqligi, favqulodda xotirasi va Qur'onga bo'lgan muhabbati bilan ajralib turgan shayx hazratlari dastlab Buxorodagi Mir Arab madrasasida, keyinchalik Toshkent Islom institutida tahsil olganlar. So'ngra Liviyadagi nufuzli Da'vatul Islomiyya universitetida o'qib, xalqaro darajadagi diniy ilmlar egasiga aylanganlar. 1989-yilda atiga 37 yoshlarida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi muftiysi etib saylanganlari u zotning naqadar kuchli ilm va salohiyat egasi bo'lganini aniq dalili bo'la oladi. Bu juda murakkab davr edi. Sobiq ittifoq parchalanish arafasida diniy muhit esa o'nlab yillik bosimlardan endigina chiqayotgan payt edi. Aynan shu og'ir vaziyatda shayx hazratlari xalqni diniy jaholatdan ilm va ma'rifat sari boshladilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari umr davomida 100 dan ortiq kitob va risolalar yozganlar. Bu zotning tafsiri Hilol asari o'zbek tilidagi eng mashhur va ko'p o'qilgan Qur'on tafsirlaridan biri sifatida tanilgan. Shuningdek, 39 jilddan iborat hadis va hayot turkumi musulmon dunyosidagi yirik hadis sharhlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bundan tashqari ruhiy tarbiya, kifoya, ijtimoiy odoblar, baxtiyor oila, zikr ahlidan so'rang kabi asarlari millionlab nusxalarda tarqalib, nafaqat O'zbekistonda, balki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Rossiyadagi musulmonlar orasida ham keng yoyilgan. Shayx hazratlari o'z faoliyatlari davomida yuzlab xalqaro konferensiyalar va diniy anjumanlarda qatnashganlar. U zot Islom fiqh akademiyasi, Butunjahon musulmon ulamolari kengashi kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilganlar. Ko'plab arab olimlari u kishini Movaroun Nahrning zamonaviy imomlaridan biri deb atagan. 1990-yillar boshida diniy va siyosiy vaziyat keskinlashgan davrlarda shayx hazratlariga nisbatan bosimlar kuchaygani haqida ham turli manbalarda qayd etiladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, u zotning mo'tadil va ilmiy yondashuvi ayrim radikal oqimlar manfaatiga zid kelgan. Shu sababli 1990-yillarning o'rtalarida shayx hazratlariga nisbatan tahdidlar kuchaygani, hatto ularga qarshi suiqasd rejalari bo'lgani haqida ham yaqinlari va ayrim diniy doiralar tomonidan eslab o'tilgan. Ayniqsa 1997-yilda Toshkentdagi portlashlar va diniy keskinliklar fonida xavfsizlik masalalari sabab shayx hazratlari bir muddat chet elda yashashga majbur bo'lganlar. Ammo shunga qaramay u zot ilmiy faoliyatlarini to'xtatmaganlar va musulmonlarga hidoyat yo'lini ko'rsatishda davom etganlar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining eng buyuk xizmatlaridan biri islomni mutassiblikdan himoya qilib, uni ilm, tafakkur, rahmat va bag'rikenglik dini sifatida targ'ib qilganlaridir. U zot har doim musulmonlarni fitna, adovat va qon to'kishdan qaytarib, ilm olishga, odobga va birlikka chaqirganlar. Aynan shu sabab u kishining ma'ruzalari millionlab insonlarning hayotini o'zgartirgan. 2015-yil 10-mart kuni shayx hazratlarining vafotlari haqidagi xabar butun O'zbekistonni larzaga keltirdi. Toshkent ko'chalarini to'ldirgan 100 minglab insonlar u zotni so'nggi manzilga kuzatish uchun yig'ilgan edi. Ko'pchilik bu janozani mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng katta janozalardan biri sifatida eslaydi. Bu esa xalqning shayx hazratlariga bo'lgan muhabbati naqadar ulkan bo'lganini ko'rsatadi. Bugun ham shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari millionlab insonlar qo'lida o'qilmoqda. U zotning ma'ruzalari internet orqali tinglanmoqda va nasihatlari qalblarga ta'sir qilishda davom etmoqda. U kishining nomlari nafaqat diniy ilm, balki odob, hikmat, sabr va haqiqiy ma'rifat timsoli sifatida yodga olinadi. Agar ushbu materialda biror kamchilik yoki u zotning ulug' maqomlariga mos kelmaydigan nuqta bo'lgan bo'lsa, bu faqat bizning ojizligimiz va kamchiligimizdandir. Chunki bunday buyuk insonning ilmiy merosi va hayot yo'lini to'liq ifodalash har qanday qalam uchun mushkul vazifadir. Ushbu material shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining mangu xotiralari uchun bag'ishlanadi.